Assalomu alaykum mahalladoshlar, imondoshlar. 2025-yil 29-mart Jizzax viloyati Arnazay tumani Bo'ston MFida tuzilgan saxovatli qo'llar loyihasi mana arnazaylik bir tadbirkor opamiz tomonidan bugun shu masjidimizga 5 qop un va mana 2 korobka moy, yog', ya'ni yog' va 350 ming so'm pul mana shu ehtiyojmand mahallamizdagi ehtiyojmand oilalarga yordam tariqasida olib kelib berildi. Afsuski buni bugun topshirish imkoniyati bo'lmadi. Mana ertaga inshaalloh masjidimizda hayit namozi o'qilishi sababli bu yerda tayyorgarlik, tozalash ishlari olib borganimiz uchun tarqata olmadik egasiga. Inshaalloh mana hayit bayramidan keyin harakat qilamiz o'z egalariga topshirishga. Alloh rozi bo'lsin. Shu opamizdan sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Mana 350 ming so'm pul. Mana 2 korobka moy, ikkita, bunda 3 ta bo'lsa 5 ta ekan. 5 qop un va 5 dona moy. Bu o'zimning xonam. O'sha masjidimizda qarovul xonamiz. Hamma narsa bor bu yerda. Shu masjidimizda jihozlari, o'zimda kerakli narsalarim bor. Alloh rozi bo'lsin shu opamizdan. Kasb-koriga, xonadoniga baraka bersin. Inshaalloh hayit namozini ado etib ko'ramiz, vaziyatga qarab shu mahallamizdagi ehtiyojmand oilalarga topshirishga harakat qilamiz. Inshaalloh topshirish videolarini ham ulashamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.